O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi tomonidan Samarqand viloyati chiqindilarni yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish loyihasining qurilish ishlari ko'zdan kechirildi. O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi raisining o'rinbosari Samarqand viloyati chiqindilarni yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish loyihasining qurilish ishlari bilan tanishdi. Uchrashuv davomida qurilish ishlarining joriy holati, Xitoydan olib kelinayotgan zamonaviy texnologik uskunalarni tezkor bojxona rasmiylashtiruvdan o'tkazish, tovarlarni tashqi iqtisodiy faoliyat tovar nomenklaturasida kodlarni to'g'ri belgilash hamda loyihani amalga oshirish jarayonida yuzaga kelayotgan amaliy masalalar atroflicha muhokama qilindi. Shuningdek, investitsiya loyihasi doirasida import qilinayotgan tovarlarni qisqa muddatda bojxona rasmiylashtiruvdan o'tkazish, tadbirkorlarga amaliy ko'mak ko'rsatish va mavjud muammolarni tezkor hal etish yuzasidan mas'ul xodimlarga tegishli ko'rsatmalar berildi. Ma'lum qilinishicha, 2026-yil davomida mazkur korxona tomonidan qiymati 43,6 million AQSh dollariga teng 5,9 ming tonnadan ortiq tovar import qilinib, ularga nisbatan 76,8 milliard so'mlik bojxona imtiyozlari qo'llanilgan. Uchrashuv davomida mas'ullar umumiy qiymati 150 million AQSh dollarini tashkil etuvchi loyihaning qurilish maydonini ko'zdan kechirishdi. Loyiha to'liq ishga tushgach, zavodning yillik elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvati 240 million kilovatt-soatni tashkil etishi, hududning energetika salohiyatini yanada oshirish hamda yangi ish o'rinlarini yaratishni ko'zda tutmoqda. Mazkur loyiha mamlakatimizda investitsiya muhitini yanada yaxshilash, yirik sanoat korxonalarini qo'llab-quvvatlash va bojxona xizmatlarining tadbirkorlik subyektlari uchun qulayligini ta'minlash yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar samarasining yana bir amaliy ifodasi hisoblanadi.